Hammaksizlar. Sizlar Fraser Gamer. Bugun men mana qizil chiziqda 24 soat yashayman degan video olaman. Agar men shunda yashay olmasam, men bu challenge-da yutqazaman. Men maqsadim ishda bo'lish, kanalga obuna bo'lib, yugurib kelib kechirasizlar. Nafas olay kechirasizlar. Meni maqsadim ishda bo'lish uchun kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Men tezroq ishda bo'lmoqchiman. Unday bo'lsa videoga ketdik. Mana insonlikda mana bunday sayyor ekan. Mana daraxt chobamiz. Qolgan narsalar kiyesimiz. Video qiziq bo'lyapti. Qiziq bo'lishi shekilli. O'tkazmasdan ko'ringlar. Nega qadimman? 24 soat yashash kerak. Agar men mana shundan chiqib ketsam, bu challenge-da yutqazaman. Shuning uchun yutqazmaslikka harakat qilaman. Toshqa olishga tushamiz. Bitta hozir. Bo'ldi. Mana 3 1 2 Pechka ham to'lib qo'yaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 Buni ham qolib qo'yaverayinda. Nima? Bironcha kamayib qo'yaladimmi qo'lasam? Nima ko'rindi hozir menga? Nima? Vahma qilishimni ko'raman. Nima bo'ladi? Yashab ketaman. Buni olaman. Birga qo'yaman, bitta tosh yo'qolsin. Bolta yasayman. Uchga kirka, qilich, ketmon, lapatka. Ketmon bilan lapatkani olsam bo'ldi. Tayyor. Ana yo'q tushib qolibdi. Astagina olamiz, bosmaymiz. Uchtagina tosh ortib qoldi. Mayli, hozir bizda cheksiz tosh bo'ladi. Bu yerdan qo'ygan emas, qadam bor ekan. Yashab ketamiz dedim-ku. Mana bu yerdan qo'yamiz. Bu yerga bunaqa qilamiz. Bu yerga lavani qo'yamiz. Endi bu yerga tosh qo'yamiz, cho'kib ketmasligimiz uchun. Bu yerni sindiramiz. Bu yerda tosh paydo bo'ladi. Bu yerdan sindiramiz, kovlash uchun va kovlaymiz. Nima tashlab qo'yamiz? 20 tosh. Ajoyib. Endi bundan hech narsa yasamaymiz. Bizga nima kerak? Non pishirishga qo'yamiz. Kechirasizlar. Qattiqroq gapiray. Non olamiz deganimda non qani la'nati. Ko'rinibmi? Mayli, bularni esa buzamiz. Yo'qol. Aytgancha cheksiz suv qilsak bo'ladi-ku. Qaranglar, hozir o'rgataman. Buni yerga buni tosh qo'yasizlar. Ikkita suv kerak edi. Bizga yana bitta narsa kerak. Shunday bo'lsa cheksiz suv bo'ladi. Mana. Buning uchun bizga skelet kerak. Undan suyak qilamiz. Ana yerga qo'ysak cheksiz suv bo'ladi. Ular ko'ramiz nima ekan, bilaman, bu mol, sigir. Buni o'ldiramiz. Qachcha? Yo'q, chiqib ketma. Astagina, pishirishga qo'yamiz. Qo'y, to'xta. Uxladim. Mana. Bo'lolmasa kerak, saqlab qoldim.
Mana ovqatni pishirib oldim. Endi nima qilamiz? Unisini bilmadim. Mayli bittasini qo'y, uni ham qo'yib ko'ramiz. Hadi 24 soat yashayman. Bu tushyapti. Tunda o'tkazib beraman va bu challenge'da ham bitkazib olaman. Men zo'rman. Men eski kanalimning nomi hozir yozib ko'rsataman. Eski kanalimning nomi Minecraft deb yozasizlar. Minecraft. Tek olib ketdi, o'zinglar yozasizlar. Bo'ldi. Endi qolgan Minecraft deysizlar. Joy tashlaysizlar. Keyin mana bunaqa yozasizlar. Gamer. Mana bu A, mana bu E, R, Gamer. Gamerdan keyin Minecraft Gamer. Yana joy tashlaysizlar va o'z deb yozasizlar. Enderman rasmi chiqadi. Shunaqa qilib chiqadi. Yo'qda bitta video qo'yganman, eski bo'lsa, yangi eski deyapman. Skyblockdaman. Men shunaqa Minecraft o'ynayman. Men shunaqa Minecraft klonda o'ynab turaymi? Yo'qmi? Buni ham kommentariyada yozinglar. Yozmashlaring men qayerdan bilaman. Beakirga ikkinchi qismini qachon qilamiz? Uni hech kim bilmaydi. Nima qilsam ekan? Zerikib ketdim. La'nati. Ketib pastga tushamiz. Nimasi yomon? Lapatani olamiz, qo'yamiz. Pastga tushamiz. Qo'ylayman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Meni maqsadim 100 ta bo'lish. 100 tadan keyin 200 ta, keyin 300 ta. Mana ko'mir chiqdi. Shunaqa so'rab ketaveraman 100 tadan. Men tezroq 100 ta bo'lmoqchiman, keyin 200 ta so'rayman va oxirida 100 ming ta bo'laman. Menga kumush knopkani berishadi. Arzona olish men orzuyim. Shuning uchun kanalga hoziroq obuna bo'linglar. Hal bizning kanalda 23 ta obunachi bor. Men orzuyim shu knopkani olishda, shuning uchun obuna bo'linglar. Kumush oltinlikka orzu qilmasam ham bular unga yetolmasam ham kerak. Yo'q, yaxshini yetqilay yetaman. Sizlar obuna bo'linglar. Bo'lmasa yetolmayman. Hammasi sizlarning qo'llaringizda. Meniki emas. Shuning uchun obuna bo'linglar. Malga olib ketaveraman. Keyin qaytib chiqaman. Toshlar bilan chiqaman. Almas chiqsa, daraxt. Ko'rkamsizlardan keyin nima qilaman? Tepaga qaytib chiqishim kerak bo'ladimi? Ha, mayli. Yana kirga hisob chiqaman-da, keyin yana tushaman. Qorong'ulashib boryapti. Pedro. Hech zamonda Pedro chiqishi mumkinmi? Mayli, yo'qqa kavlab ketamiz. Fakir kerak. Hozir yasab chiqaman, ungacha men videoni to'xtatib turaman. Tushunasizlar deb umid qilaman. Bularni qo'ylar fakir qanaqa ko'rarkan klonda o'ynab ko'rganman. Minecraft o'yini bu. Burstaga sodim. Qo'llarim og'rib ketdi, yo'qqa chiqib tushguncha. Men shu Minecraft klon aytgancha esimdan chiqdi. Aytash, la'nati. Mana. Yana qavlayman. Bironta roda chiqib qolar. Ana endi kirgan ham shunda. Yana yasab chiqish kerak. Nega shuni yasab chiqmadim? Rahmat. Ketdik. Yana videoni to'xtatib turaman. Yo'qqa tushib borguncha videoni boshlantirib qo'ymayman-ku. Sizlarga taklifmoqchi. Kech qo'nishyapti. Orchakka borib keldim. Yana qo'llarim og'rib ketdi. Bugurka. Ikkita yasamoqdan la'nati. Mayli. Va bu challenge'da ham yutamiz. Mustaqim bo'lmaymiz. Obuna bo'linglar. Like bosinglar.
bir koyuyorlar. Bir koyamız. Bunu kumur çıktı. Koyuyoruz. Nima chiqsa ham kovlayman deganman o'zimga o'zim. Sizlarga ham aytaman, nima chiqsa kovlayman. Nima bo'ladi? Almas bo'ladimi? Olmosmi? Almas deyapman, almas deyapman. Farqi bor. Olmos deyapman, almas deyapman. Olmos. Almas. Ko'rdingizmi? Olmos degan yaxshi. Almas. Arabliklarda söz bo'lib qolyapti. O'zbekcha gapirganda maqsadim almas. Nima degan bo'ldi? Almas. Olmos desa o'lib qoladimi? Boshqa youtuberlar. Mana bitta chiqamiz va ko'ramiz kechqurun chiqdimi yo'qmi. NTVga chiqsak ham bo'ladi. Buni to'xtatmayman. Chunki kechirasizlar. Chunki qiziq bo'lish uchun yana o'z olgam deb o'ylabsizlar, noto'g'ri unaqa o'ylasalaring. Unaqa o'ylash noto'g'ri. Chunki men kreativdan olganim yo'q. Menga ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi? Kreativdan olganim yo'q bu narsani. Videodan boshqa qo'shgan rasm kerak. Mayli. Qavlaymiz. Nima quramiz demoqchi edim. Quramiz. Yana quramiz, yana bir marta, yana. Chiqdik. Va nihoyat bu qo'rqinchi. Mayli, biz taslim bo'lmaymiz deganimda mana o'zimda resimdan chopdi. Bo'lmasa hozir lavaga uxlardik. Videolar qo'yaman o'n tagida blok bo'lsa. Bunga qo'yayman, tentakka o'xshab. Endi bizda cheksizlar ko'mir bor. Nega ana daraxtdan o'smaydi, jonga tegdi-ku. Bu yo'qotamiz, shunlar foyda bo'lmasligi uchun. Sevgili, buni qayerga eksak bo'ladi? Suvning oldida tezroq o'ssa kerak bu. Shuning uchun mantiq ekamiz. 3-daraja bo'libdi. Toshlarni solamiz. Nega bolta bilan ketib o'ynasadi? Ishlatmayapman ularni. Mana. Keyingi video nima haqida bo'lsa, izohlarda yozinglar. Keyingi video nima haqida bo'ladi? Ya o'zim yaratiraymi? O'zim yaratish boshqacha bo'ladi. Shuning uchun menda fikr qolmadi. Qanaqa video chiqarish haqida izohlarda yozinglar. Men odamman, bilmayman men qanaqa video chiqarishni. Yarim yozinglar. Ya, o'rtasiga keldi. Men tushundim. Yosh bu tarafdan chiqayotgan. Majbur kelganda botyapti deb o'ylaganman. Yo'qdan chiqqan deb o'ylaganman. Lekin bu yoqdan chiqqan va endi o'rtasiga keldi. Bu yoqqa uratda botadi. La'nat. Yetib qolgan. Boltani olamiz, qilichni olamiz. Nima olamiz yana? Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Men yana bitta kirkasa olish kerak. Yasab olishim kerak. Bunisida endi hatto bor-ku. Velosipedni ham olib ketaman. Velosipedni uxlatamiz. Nima bo'ldi? Olamiz. Xuddi hayotdagidek Minecraft ham bor. Yo'q. Shader bilan shunaqa bo'ladi. Men kelib qoldim, kirkamam. Siniyapti. Anasini. Yaxshi, mana bitta kirka saqlaman. Mana keldik. Ketdik. Fucking.
düşetken olsaydı. Karımlar. Mayli. Dostlar. Sizlerle bir kalıntı. Bu challenge. Tüm bunu tutuyoruz. Olmaz. Lakin unutmazdık. Yırtalık. Tutkundan böyle koşan kulağım batma yaptı. Tamam, kabura bulunlarından maksarmış oluruz. Hayır, uydu tıkadı. Ama biz de tıkazdık. Hanıma idinime bak. Kızlar kulağıma. Kızlarından iyi oğuzum. Bana kuramızlar kaçar öyle. Bir şeye bakın. Onlarını kuramızlar. Kuramızlar mı? Biraz şuna kal. Ama hayır uydu tıkadı. Benim aksadığımızda başkanlar gördüğünü bilmiyorum. Video kalır basınlar. Ama hayır uydu tıkadı.